Nima qildingiz? Egon yo'q. Ishtimni qilmadim. Endi pochtamiz qolibdi-da. Shundoq deb kelib, esladim. Eringizga ayting. Men dugonam bo'ladi. Hozir esda chiqib ketganmi? O'shada gaplar. Ha? O'shada turadi. Yo'q, xudoim. Men dugonam bo'ladi. Bitta piyola ber. Kursiyorlar mı? Nima? Buni yeyishni bilmadim, qo'rqa. Bular bunaqa qildi. Ular xamirli ovqat yemaydi. Nima qildi? Shundan biladi. G'ini. Yemasang xafa bo'laman deganimmi? Ammo men sipil qo'yib. Ana bildingizmi? 나 지금 배가 안 고파요. Bu ovqatlanib kelgan uyda. 내일 지나가다 와서 먹을게요. Har kun mana shuni o'taman deydi. Ertaminni o'tib. 나 여기 매일 아침 매일 지나다녀요. Birinchiga ishlaydimmi kishi? Zalga boradi. Ha, Har kun o'taman, o'tganimda yeb ketaman. bo'ldi. 라흐말. Nechta bilamiz bu? Balam yo'q. Yo'q. Necha bo'ldi turmushga chiqqan? 5 yil. 5 yil. Nima endi bu kishi rasmga olyapti? Ha? Bo'lib o'tiradi. Bu yomon joy yo'q-ku. Ha, shunday. Piyola bermaysizmi, opajon? Hisob piyola king. Yo'q. Nima u? Non? Ha. Ro'zg'or qanday bo'ladi? Sizmi? Nima ish qiladi? Bozorda arava sotadi. Arava sotadi. Hozir qishda dalalardan ish yo'q. Tovuqmi ularning? Ko'mir yo'qmi? Qo'ydan qalab olamiz. Pechka. Qor yo'q-da. Qor bor. Yo'q, xudo shukr. Yo'q, chiqqan. Sizlarga choplar bormi? Yo'qmi qor? Ha. Bir yoqda yetib ketadi. Ha. Nega turgan kecha domim bor bo'ldi. Ha. Nahorda hamma joy yam-yashil bo'lib bo'ldi. Ishlarga bordi deymiz. Yo'q. Qatar sizchi. Yana shu katta doktor direktori. Ha? Maktab tugatib boralasizmi? Hayotda zarar yo'q. Bolalar maktab boradimi? Kattasi o'qiydi. Yaxshi o'qiydimi? Shu o'qiylarni maktabiga. Sizlar o'zi uyda qanaqa gaplashasiz? O'zbekchami, tojikchami? Tojikcha. Men olyaptimi?
Hop, meni olyapti-ku. Tojikcha gaplashsangiz. Tojikcha gaplashsak. Siz tojikmi shu? Siz qayerdan ko'chib kelgansiz? Hindistonda. Hindistondan kelganmisiz? Nima ketmaydi? Endi oldin katta o'g'ish bo'lganda yo'q chin opa qarang. Yo'q aldaganim yo'q qarang. Katta o'g'ish bo'lgan. Katta o'g'ish bo'lgan. Bizlarda qolib ketgan, ular u yoqqa qolib ketganda. Qayerda urushmagan? O'zbekiston bilan Hindiston urushmagan. Yo'q, oldin. Ana shu oldin ham tarixda ham bo'lmagan urush qilmagan O'zbekiston. Endi bilmasa qarang, bilmasa ota-onamiz o'tgan bobolarimiz aytadi-da. Aytganimizda. U yoqda urush bo'lgan, Hindistonda Angliya bosib olgan bo'lgan, siz qochgan bo'lgansizda. Ana shu. Shunday bo'lganda. Qaysidir davlatma qaysidir davlat urush bo'lsa qochib kelgan bo'lgansizlar. Boboyisi qochib kelgan bo'lgan. Nechta avlod oldin qochib kelgansizlar? Opa siz nechinchisiz? Nechinchi ko'chgan? 96lar bormi? Shu qattiq kirib ko'rgan. Gapirishlaringiz ovozingiz shunga o'xshaydi. Ovozingiz o'zingiz emas, yuzingiz emas. 98mi? 92. 90? 2. 92? 96 ham normal bo'lgan. Nima dedingiz? Ovozingiz lekin shunday o'shalarni lekin bunday katta deb o'ylamaysiz. Birda 96 deb o'yladim. Hozir katta qattiq gapirmanda og'zimda qattiq emas ekan. Bu qariyaga birinchi marta turmush qurganmisiz yo birinchi xo'jayinizlar birdan shaharga borib turmush qurganmisiz? Keyin ko'chirishib qolgansiz bu kishi bilan. O'zbekchani tushunadilarmi? Internetda, Bu qayerda? telefonda. Telefondan tanishgan. Telefonda. Ha. Peshonada. Tabrik peshona. Farzandlaringiz nechta? Yo'q. Yo'q. Siz shu Surxondaryodan Medianolik. baribir siz yerni ovqatini yaxshi ko'rasizlarmi? Eng zarur ovqat dengiz ovqatlari. Shundoq. Bu yerni narsasi ham yaxshimi? Bu yerning narsasi u yerdagilarga moslashadi. Shu.